Bugun sizlar bilan premium kачестводagi chok turini o'rganamiz. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. 1 santimetrli chok berib olganimizdan so'ng o'rtasini ochib dazmollab olamiz va bir tarafidan 0,5 santimetr to'g'ri liniya chizib, uni kesib olamiz. Chiroyli tekis holatda kesib olganimizdan so'ng shu kesib olgan tarafimizni 1 santimetrli chok tarafiga qaratib dazmollab olamiz. Dazmollab olganimizdan so'ng shu 1 santimetrli chiqib qolgan joyini 0,5 ustiga qaratib yana bir marta dazmollaymiz. Ana endi oxirgi etapimiz yana shu holatda ichkariga qaratib videoda ko'rsatilgandek qo'yib dazmollab olamiz. Mana endi 0,1 mm chok berib olishimiz kerak bo'ladi. Agarda siz ham tikish, bichish va modellashtirish sirlarini mukammal darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizlarni Mohir Chevar onlayn kursimizga taklif qilib qolamiz. To'liq ma'lumot uchun kommentariyada kurs so'zini yozib qoldiring. Va mana qizlarjonlar, premium kачестводagi chok turimizni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang va bu chok turini tikuvchi do'koningizga yuborib qo'ying.